Ukam uylanganmisan? Yo'q. Uylanishni maslahat beraman. Uylensang vahshiy maza bo'ladi. Men oldin soat 10gacha yotar edim-da. Hozir 7:30da shunday budilnik chaladi, startda turaman. Yana budilnik nima deb chaladi ekan? Nima deb chaladi? Jon Tring deb chaladi. Aka tez-tez sochimni olorang bo'ldi. Qo'rq ukam. Lekin uylanishni maslahat beraman. Shu desang o'rtoq uylangandan keyin hayotim vahshiy 180 gradusga o'zgarib ketdi. Har kuni boru keling Diyorbekka deb kutib oladi shon. Topgan pulingda baraka bo'ladi. Kiyimlaring yuvilgan, utuklangan, aytgan payting taq bo'ladi-da boru. Uylanish kerak o'rtoq. Qara, unga bur, unga. Ukam men uylanganman-ku. Ko'chada yurib shunday asabiylashaman-ku jo'ralarim bilan. Shunday xotinim telefon qiladidan keyin dadasi deydi, asabiylashmang deydi. Tushunyapsanmi? Vashti chiroyli hayot. Uylanish kerak ukam, tezroq uylansang ham dadangga. Aka, uylanaman deyapsan, qiz yo'q. Qiz topolmayapman. Nima qilayim? Yo bo'lmasa kalishiga sabzi tiqib qo'y, tushundingmi? Seni uylantirar. O'rtoq, har kuni o'qishga bilasanmi, men zavtrak yemasdan ketar edim-ku. Hozir ertalab shunday turaman, qarasam zavtrak tayyor. Uylanish kerak-da, tezroq o'rtoq. O'rtoq, yig'ilamiz deb qolasizlar-yu. Ana shu paytda shundoq xotin deyman, kiyimlarimni taxlab qo'y deyman. Shunday uyga kelsam 4 ta 5 ta kiyim taxlangan turadi, tushunyapsanmi? Yoqqanini kiyib shundoq sizlar oldingizga chiqib ketaman-da boru. Va shu hammasi go'zal boru. Issiq choylarni ichib shunday tashqariga chiqaman-ku. Sovuq qatib uyga kiraman-ku. Hey, they didn't think I would do it, but I did it. Really having this shit, really winning.